Biz yangilik qilishdan to'xtamaymiz. Xudo xolasa, mana navbatdagi mini ekskavatorimiz 2024 0 motochas yangi paket. Texnikamiz Toshkent viloyati Chinoz Yallamaga ketyapti mana. Yuklash jarayoni ko'rishingiz mumkin. Mahoratli ekskavatorimiz o'zlari ortib beradilar. Ortirish jarayoni bir ko'ring. Bunga ham to'g'risi katta mahorat kerak bo'ladi. Voy, juda ham xavfli. Mana obunachimiz o'zlari oldin bizdan olgansizlar. Yangi texnikalar muborak bo'lsin, G'ofurjon. Yaxshi kunlarga ishlating. Xudo xolasa nimaga ishlatasizlar bu texnikalarni ko'proq? Shu mahallada. Shu mahallada yumushlarga, boshqaga ishlatiladi. Sizlar tomonda ko'proq baliq fermalar ko'p. Shunga ishlatiladi. Zo'r, azizlar, mana qarang. Jarayonni qarang. Juda to'g'risi ekstremal holat. Bunaqa videolar faqat bizni Qodirxon ekskavator markazi sahifalarida bo'ladi. Yaqin 6 tonna vesini o'zi ko'taryapti mana. Foil mana orqasi o'rnadi. Qarang, strafovkaga atvalni qo'yib turlar ekan. Kelishilgan holatda kovush qo'shib berdik. Kovush ishlab chiqaradigan seximizni videosini ham joyladim. Qarang, yonidan chiqarishdan joy qolyapti. Qo'limdan tushdi. Azizlar, ekskavatorchimizni mahoratlariga like bosib qo'yasiz, respekt. Qolipdan tushdi, bu ko'rdingiz bittada yuklandi. Isuzu'ning kattasiga mana qolipdan tushdi, xudo xolasa, qarang. O'zim uchun ham to'g'risi bu qiziq bu jarayon. Asosan trailerda olib ketilardi. Yaxshi ekskavatorchi obunachimiz do'konga zapchastga kelganlardi. Iltimos qildik, ushlab oldik. Qarshilik qilmadilar, mana oson va tez o'rnatib berdilar, yuklab qarang. Bo'ldi, plotni tushdi. Mahoratlarga like bosib qo'yasiz. Akalar, yaxshi kunlarga ishlatinglar. Xizmat bo'lsa kelaverasiz. Sergelidagi do'konimizga ham borib turasizmi? Olim aka, Shahzodbekga uchrab. Bunaqa yangiliklarni faqat bizni sahifada ko'rib olsangiz bo'ladi. Barchangizni Qodirxon ekskavator markazi O'zbekiston bo'ylab filial do'konlarida kutamiz. Bizda butlovchilari va keng assortimentda ekskavatorlar bor. Albatta, obuna bo'lishni esdan chiqarmang.